Okalar, sizlarga ham issig'im. Bu videoni qaysi viloyatdan ko'rsizlar, kommentariyaga bitta yozib ketinglar. Juda ko'pchilik o'qlarimiz Gentra 3-pensiyani kamroq yurganidan so'rashganda, bugun sotuvimizda 54662 km o'zini halol bosib o'tgan Pirbegidagi Gentra mashinamiz sotuvda. Ko'rish ham kun matvi holatda o'qlar. 54 yurishga qaramasdan salon tillari ham ketmagan mashina. Obshukay qismlarini ko'rish ham kun matvi holatda bo'lib turibdi o'qlar. Umuman salon qismlari ham urinib ketmagan, xudo xolasa. Bu joyga negativ fikr bildiramasizlar. Uchib, xunib ketganiga diraxa qilmaslik uchun chiroyli qilib sektor tayyor qilib qo'ydi. Xo'p, motor, ходовой, коробка ichki teshyor, xudo xolasa, tashqi tomonlarni ham bitta ko'rib olasizlar. Kraskalar absolutniy top-toza, o'klar, ko'rish ham mumkin. O'zini zavodskiy balonlarda turgan, xudo xolasa, kanalimizdan ko'rib kelgan bitta insonga to'rtta yumshoq yangi balon qo'shib beramiz. 2022-yilda ishlab chiqargan ekostikerlarga chop bo'lgan, gaz sunovkalar bo'lgan, xudo xolasa aytib o'tganimdek kraska top-toza. O'zingizlar uchun bemalol proverka qilib tekshirib olsangiz bo'laveradi. Narxga keladigan bo'lsa, o'lim mazza qilib haydab yurishingiz uchun 11100 dollar oz-moz barakasi o'tib keladigan joy bor. Bunday mashina qutib qo'ymaslik uchun albatta biz kanalga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Mashinamiz sizlar bilan.